Erim Azamat meni muzlagan deb atardi. U bilmasdiki, bu muzni faqat boshqa bir olif uning o'z ukasi Jasurning qaynoq nafasi erita olishini. Mening ismim Kamola. Turmush qurganimizga 7 yil bo'ldi. Dastlabki yillar sevgi bor edi. Ammo qachon, qanday qilib u so'nganini bilmayman. Erim Azamat men uchun sovuq toshga aylandi. Ishdan charchab kelganida mendan ko'ra telefonini quchoqlardi. Savollarimga him yoki yo'q deb javob berardi. Eng yomoni kechalari edi. U menga orqasini o'girib uxlardi. Oylab menga teginmasdi. Men o'zimni keraksiz, qurib borayotgan bir guldek his qilardim. Ayolligim mening ayolligim poymol bo'layotgandi. Bir kuni erim uzoq safarga ketdi. 3 oyga. Uyda men va uning 22 yoshli ukasi Jasur qoldik. Qaynonam boshqa shahardagi qizlarnikiga ketgandilar. Jasur u akasiga umuman o'xshamasdi. Hayotga to'la kulib turadigan hazilkash yigit. U meni kelinoyi derdi, lekin bu so'z uning tilida hurmatdan ko'ra ko'proq mehr bilan eshitilardi. Erim ketgach hovli huvillab qoldi. Ammo Jasurning borligi bu huvillashni to'ldirardi. U menga e'tibor bera boshladi. Erimdan yillar davomida ko'rmagan e'tiborni. Kelinoyi, charchadingiz, keling, men o'zim yordam beraman deb og'ir chelakni qo'limdan olardi. Kechqurun men uchun ataylab choy damlab, issiqroq kiyinib oling, shamollab qolasiz, derdi. Bu oddiy so'zlar mening muzlagan qalbimni erita boshlagandi. Avvaliga qarshilik qildim. Bu noto'g'ri, u qaynim deb o'zimni urishardim. Ammo yolg'izlik, mehrga chanqoqlik mening barcha himoya devorlarimni qulata boshladi. Men uning uchun chiroyliroq kiyinadigan, yuzimga pardoz qiladigan bo'ldim. Men uning nigohini his qilishni xohlardim. O'sha tun, hayotimni ostin-ustun qilgan o'sha kecha. Tashqarida kuchli yomg'ir yog'ardi. Chiroq o'chdi. Men qorong'ulikdan qo'rqib oshxonada sham yoqib o'tirgandim. Jasur kirib keldi. "Qo'rqmadingizmi, kelinoyi?" dedi u pichirlab. Uning ovozi negadir bo'g'ilib chiqdi. "Yo'q, qo'rqmadim", dedim qaltirab. U menga yaqinlashdi. Shunday yaqin keldiki, men uning yosh, kuchli tanasidan taralayotgan issiqlikni his qildim. U qo'limdan tutdi. "Qo'llaringiz muzlab qolibdi-ku." Men qo'limni tortib ololmadim. Yuragim gupillab urardi. "Jasur, bu gunoh." "Gunoh nima?" dedi u menga tikilib. "Akamning sizdek ayolning qadriga yetmayotganimi? Yoki sizning baxtli bo'lishni istayotganingizmi?" Men sizni xohlayman, Kamola." U ismimni aytdi. "Kelinoyin emas, Kamola." U egilib lablarimdan o'pdi. Bu mening butun vujudimni titratib yubordi. Bu erimning sovuq, majburiy o'pichlari emasdi. Bu otash edi. Men qarshilik qilmadim. Men bunga muhtoj edim. Qo'llarim beixtiyor uning bo'ynidan quchoqladi. U meni ko'tarib oldi. Men yengil qushdek edim. U meni o'z xonasiga olib kirdi. "Qo'rqmang, men sizga faqat mehr beraman." O'sha tun men yillar davomida unut bo'lgan ayol ekanligimni esladim. Uning teginishlari, uning ehtirosli pichirlashlari. "Siz muzlagan emassiz, siz olovsiz." U mening tanamni shunday ehtiros bilan o'rganardiki, uning har bir teginishi men uning quchog'ida o'zimni ham gunohkor, ham dunyodagi eng baxtli ayoldek his qilardim. U meni ko'tarib oshxona stolining ustiga o'tkazdi. Uning qo'llari ko'ylagimning tugmalarini shoshqaloqlik bilan yecha boshladi. U ko'kraklarimni shunday ehtiros bilan o'pardiki, men ingrab yubordim. Yillar davomida birinchi marta. Uning tili. U mening ayolligimni shunday mahorat bilan erkaladiki, men hushimdan ketayozdim. "Jonim, buncha shirin bo'lmasang." Nihoyat u ichimga asbobini kirgizdi. Men ko'zlarimni qattiq yumdim. Bu og'riq va lazzatning portlashi edi. U to'xtamadi. Uning har bir zarbasi bu qasos edi, erimdan qasos. Uning kuchi, uning yoshlik ehtirosi meni aqldan ozdirardi. Men bu lazzatga chiday olmayotgandek edim. U meni shunday ehtiros bilan siqdiki, men yana va yana lazzat cho'qqisiga chiqdim.
U esa to'xtamasdi. U yotib oldi. Endi sen boshqar, malikam, dedi. Men uning ustiga chiqdim. Har bir harakatimda o'zimni yana ayoldek, yana tirikdek his qilardim. Uning vujudi oxirigacha kirib chiqardi. Bu safar biz birga portladik. Men uning ustiga yiqildim, u esa asbobini ichimdan chiqarmasdan meni mahkam quchoqlab uxlab qoldi. Biz bir hafta davomida yashirin jannatda yashadik. Har kecha, har bir imkoniyatda biz bir-birimizga to'ymasdik. Men unga oshiq bo'lgandim. Akangiz kelsin, hammasini aytaman. Ajrashaman. Biz birga bo'lishimiz kerak, dedim men. Jasur ham bunga rozi edi. O'sha kuni biz yana o'z xonamizda ehtirosning quchog'ida edik. Shu payt eshik ochildi. Bu erim Azamat edi. U safardan vaqtli qaytgandi. Biz qotib qoldik. Men baqirib yubordim, choyshabga o'raldim. Jasur o'rnidan turdi. Azamatning ko'zlarida na g'azab, na hayrat bor edi. Faqat sovuq bir istehzo. Voy buo! Qoyil! Men seni muzlagan deb yuribman. Sen bo'lsang ukamning tagida yonib yotibsanmi? Aka, bu siz o'ylagandek emas. Men o'chir. Sendek ukam yo'q. Chiq bu yerdan. Jasur menga qaradi. Ketdik Kamola, dedi. Men qo'rquvdan qaltirardim. Nima qilishni bilmasdim. Azamat menga qaradi. O'sha sovuq nigoh. Nima? Endi nima qilasan? Shu bachchaga ergashib ketasanmi? Yoki mening oyog'imga yiqilib kechirim so'raysanmi? Men unga qaradim. Keyin Jasurga qaradim. Jasur meni sevardi, buni bilardim. Lekin bu sevgi xiyonat ustiga qurilgandi. Erim u esa mendan nafratlanardi. O'sha soniyada men qaror qildim. Men endi o'yinchoq emasman. Ketaman, dedim men. Kim bilan? Bu bilanmi, dedi erim masxara qilib. Yo'q, dedim men Jasurga qarab. Siz ham keting. Ikkalangiz ham. Jasur qotib qoldi. Nima? Axir men sizni. Siz meni qutqarmadingiz. Siz shunchaki akangizning o'rnini egalladingiz. Men o'yinchoq emasman. Men ikkala aka-uka qarshisida kiyimlarimni kiydim. Hech narsamni olmadim. Faqat pasportimni. Endi nima qilasan? Ko'chada qolasan-ku, dedi Azamat. Men eshik oldida to'xtadim. Unga o'girildim va yillar davomida birinchi marta chin dildan jilmaydim. Rahmat senga, Azamat. Agar sen shunchalik sovuq bo'lmaganingda, men hech qachon o'zimdagi bu olovni topa olmasdim. Men endi muzlagan emasman. Men ozodman. Men eshikni yopdim. Ularning ikkalasini ham gunohkor va hayratga to'la o'tmishimda qoldirib, yangi, noma'lum, ammo o'zimga tegishli bo'lgan hayot sari qadam qo'ydim.